Alloh subhanahu va taolo barchamizni umrimizni uzoq qilsin. Hayot bor ekanki, ishlaymiz, qaraganda nafaqaga chiqamiz, pensionerga aylanamiz. Ya'ni bu hammani boshida bor narsa. Bugun yosh bo'lib turib agar biz shu kelgusimizga e'tibor qaratmaydigan bo'lsak, demak biz bu hayotda bejiz yashab o'tgan bo'lamiz. Shuning uchun bir mavzu bor. O'ylaymanki, biz hammamiz shuni targ'ib qilishimiz kerak va bu talabni qo'yishimiz kerak. Hammamiz konstitutsiya asosida yashaymiz. O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasi biz ovoz berganmiz, qonunimiz. Bilamizki, O'zbekistonda erkaklar 60 yoshda nafaqaga chiqadi, ayollar 55 yoshda nafaqaga chiqadi. Afsuski, ayrim shunday holatlar bo'ladiki, inson umri davomida 60 yoshgacha ishlaydi, nafaqaga chiqadi, deylik 61 yoshda yoki 65 yoshda vafot qiladi. Yoki bo'lmasa 59 yoshda nafaqaga chiqmasdan oldin vafot qiladi. Lekin u umri davomida ishlagan oyligidan daromad solig'i to'laydi. Uni to'lagan daromad soliqlari kelgusida uni nafaqasi uchun to'lash maqsadida olinadi. Pensiya jamg'armasiga pul to'laydi. U ish haqqi, kelgusidagi uni nafaqasi, boshqasi hammasi hisob-kitob qilib boriladiki, ya'ni bu kelgusida baribir nafaqaga chiqadi. Biz unga mana shuncha nafaqa berishimiz kerak degan hisob-kitob olinadi. Lekin hali yuqorida aytganimdek 61 yoshga kelib qarabsizki, inson bevaqt olamdan o'tadi. Lekin O'zbekistonda o'rtacha umr yoshi bugungi kunda 75 yosh. Bu degani inson 75 yosh yashaydi O'zbekistonda. O'rtacha umr ko'rish 75 yosh deyapmiz. Undan yuqori 100 yosh yashashi mumkin, undan ham yuqori yashashi mumkin. Ya'ni o'rtachasini biz 75 yosh deyapmiz. Endi mana bir savol qiynaydi. Agar inson 60 yoshgacha ishlab, har oyligidan uni 30 yil yoki 20 yil staji bordir yoki 40 yil stajida ishlab, har oyligidan oylik to'lab, daromad solig'i to'lab kelyapti, pensiya jamg'armasiga to'lab kelyapti, kelgusida nafaqam yaxshi bo'lsin deb. Lekin u bechora bevaqt o'tib ketyapti 61 yoshida. Biz lekin o'rtacha umr belgilayapmiz 75 yoshga. O'rtada 14 yil qolib ketyapti. Deyaylik, u fuqaro agar 100 yoshgacha yashasa, 100 yoshigacha nafaqa olishi mumkin edi. Lekin afsuski, bu hayot u 61 yosh yashadi. Belgilangan o'rtacha yoshga ham bormadi. Men hali faqatgina o'rtacha yoshni olyapman. Bevaqt olamdan o'tdi. Uni nafaqasi nima bo'ladi? Biz uni hisob-kitob qilgandik-ku. 75 yosh yashaydi. 75 yosh o'rtacha yosh. Ertaga uni o'sha nafaqasini berishimiz kerak degan hisob-kitoblarimiz bor edi. Lekin u o'tib qoldi. 14 yilning nafaqasi nima bo'ladi? Kim shu savolimga javob beradi? Ya'ni men aytmoqchimanki, nima uchun biz bevaqt olamdan o'tib ketib, to'liq o'zini nafaqasini ola olmagan insonga hech bo'lmaganda o'rtacha umr yoshigacha hisoblab o'sha qolib ketgan yilin nafaqasini bermasligimiz kerak uni avlodlariga. Nima uchun? Chunki u odam yashasa baribir shuni olardi-ku. U odam yashasa hech bir ish qilmasdi-ku baribir. Faqatgina o'sha byudjetdan shu nafaqani olardi-ku. Demak, byudjet bu pullarni o'zida saqlab qolyapti-ku. Nima uchun biz uni avlodiga bermasligimiz kerak? Ayting, nima uchun? Nimaga uni bolalari otasini, onasini ola olmay qolgan nafaqasini olmasligi kerak? Nimaga uni yaqinlari olmasligi kerak? Nimaga undan foydalanmasligi kerak? Shu holatda adolat bormi? Qani adolat? Biz o'rtacha yoshlar belgilaymiz. insonni nafaqaga chiqish umrini belgilaymiz. Insonni eng kam ish haqqini belgilaymiz.
unga daromad solig'i to'lash majburiyatini yuklaymiz. Uni bo'ynidagi soliqlarni to'lash majburiy ekanligini har doim eslatib kelamiz. Lekin nima uchun ola olmay qolgan, foydalanmay qolgan soliqlarini biz berishni o'ylamaymiz? Nima uchun? Kim o'ylaydi bular haqida? Kim? Pensiya jamg'armasimi yoki deputatlarmi? Kim o'ylaydi? Qonunchilik palatalari, Oliy Majlis deputatlari, senatorlar. O'zi aslida sizning vazifangiz fuqarolarni kelgusidagi ijtimoiy hayotini yaxshilashdan iborat emasmi? O'zi davlatning rivojlanishini tub negizida nima yotadi? Maqsad xalqni yaxshi yashashi uchun davlat rivojlanadi. Davlatni birdan bir manbai xalqdir deb qo'yibmiz konstitutsiyamizda. Agar haqiqatdan biz xalqni o'ylaydigan bo'lsak, demak o'sha qolib ketgan nafaqasini, foydalana olmagan nafaqasini hech bo'lmaganda o'rtacha umr ko'radigan yoshigacha biz berishimiz kerak. Agar u inson bevaqt olamdan o'tib qolsa, o'rtacha umr yoshi 75 yosh bo'lsa, ololmay qolgan nafaqasini biz berishimiz kerak. Yaratgan shunda bizdan rozi bo'ladi. Soliq majburiyatini belgiladikmi? Demak, biz o'zimizga ham majburiyatimizni belgilab qo'yishimiz kerak. O'ylaymanki, shu narsalarga rioya qilsak, biz rivojlanishimiz ham bo'ladi, tinchligimiz ham bo'ladi, hammasi yaxshi bo'ladi. Rahmat e'tiboringiz uchun.